Shu 3 akalar ko'ryapsizlar. Что-то серьезный братанlar borki. Taksida keldim 15 mingga. Borki bekim oldim hozir. Iloji yo'q edi. Shunaqa kulgim kelyapti. Akalar. O'sha Grand Avtomotorsdan hozir пригласительный kelib qopti ishxonaga. Men buni mashib bilmagandim. Yaxshi ko'rinyapti, yo'qmi? Xullas. Shunaqa gap. Avtobusdan. Tamam. Unda shunaqa yopiq. Nima? Yopiq ochilish bor. Zo'ra. Yopiq ochilish. O'sha gap. Xullas buni montaj qilib qo'yaman. Bugun topgan bo'lsam, ertaga borib mana shu bilan kirishga harakat qilamiz. Shu taklifnoma bo'lsa kerak, meni bilishim bo'yicha. Borib kirib ko'ramiz. Ochilishdagi bo'lgan voqealarni ham bir yo'la olib, ertaga YouTube'ga video qilib qo'yamiz. Yaxshi ko'ryapsizmi? Tak, mana hozir aytilgan joyga keldim. Mana narsa o'shda to'g'risini aytsam, qo'rqib turibman. Rasmlarni shu akalar seriozniy kirib ketishyapti, yosh katta akalar hayronman. Hamma bir-birini taniydimi yoki yo'q, shunga so'chib turibman. Hozir ko'ramizmi kirib? Ana tomoqchani. Aito, Soulset, undan keyin Leapmotor. Uchta Xitoy kompaniyasini mashinalarning dilerlarini mana shu bitta joyga qo'yishdi. Men bular haqida ertalab o'zimcha ma'lumotlar olib, internetdan ma'lumotlar topib kelib, endi hozir kirishga harakat qilamiz. Nima deydi, nima emas. Nima fikri, qanaqa nima deb o'ylaysizlar? Kirgisi yarim qiyin. Kirgisi masalaga qaytiladi. Kirgizib qolishsa, mana shu sizlarga qiziq kontentlar qilib beraman iloji boricha. Shu dahshat borki, волнение bor. Ichki o'tda dahshat. Men hayron qolyapman. Hamma bir-birini menimcha taniydi-da vatamaga. Chunki bunaqasiz bo'lmaydi batlarda. Hamma bir-birini taniydigan odamga o'xshaydi. Xullas, qo'rqmasdan kiraveramiz. Vaqtimiz ham oz qoldi. Soatimiz xudo xolasa 55. Ya'ni 5 minutdan keyin boshlanishi kerak. Так что omadlar turasizlar. Kelib sizlarga qiziqarli kadrlar olishga harakat qiling. Shu 3 akalar ko'ryapsizlar. Что-то серьезный братанlar borki. Men aytyapman, hayronman. Men bular hammasi faqat Leapmotor bir bola motorlarda kelishyapti. Men o'zim taksida keldim 15 mingga. Qancha to'g'risi qo'rqibman, kerakmi, nima bo'ladi, nima bo'lmaydi. Voy hayronman borki. Voy dahshat. Qaranglar. Tak, xullas ko'ramiz nima, qayerda, qachon qayda borsa chiqib ketamiz. Haydamasa, ko'p ham haydalmaydi. Ko'ramiz-da. Nima ahvol, nima gap. Suv istagan yoki men haldan beri Soulset bir narsalarga yuribman. Mabodo kimdir ko'rgan bo'lsa, suv istagan. Sovyetmi bu menimcha, ya'ni ruschadan Sovyet so'zidan olingan. Xullas bilmayman. Так что aka yana kutyapman. Akaxonlar keldi. Marta akaxonlar turibdi. Aytdim seriozniy gaplar. Mana kutyapmiz endi o'sha bratlarni sekin ushlaymiz hozir. Endi ichkariga kiramiz. Xohlasa. Qo'l qo'yib. Mana ichkariga kirib, nima, qayerda, qancha hammasini bilib, Soundicate Dancy qo'yishdi. Oddiy house, Rozumetov, Avtovip, Farg'ona Info, Tezkor, Parlament Tuning, hammalari kelishgan. Bitta. Nima deyish ekan, xullas topib turib yozib qo'yaman. Hozir qaramanglar. Qaramaymiz. Xullas, hamma kirib ketib qoldi ichkariga. Endi men hozir hammadan keyin harakat qilaman, kirib olaveraman, tavakkali. Hoppa. Men o'zdirabga yuraman. Hammalar shu. Qarang, taniganlarim hozir UzDrive'dagi aka, bular Avtovipnikin shunaqa. Blogerlar hammasi shu. Leapmotorlar.
C11 ketdi. 16 premium shunaqa mashinalar. Endi qaranglar. Mana balki narsasi o'zimizning kuyov hamma blogerlar sotadi. Tavakkal olyapti. Shunaqa gaplar. Hali birov sezib qolgani yo'q. Tak, o'zim bitta adashib qo'yib qo'ygan bitta mana desam. Mana shu ko'pchilik. Shu teng. Shu universitet kirib qolganlarga o'xshaydi. Xullas, Simon tashlaydi ko'rsatdik. Ko'rgan shinalarga qaranglar. Bo'ldi. Yokohama 21. O'tirib. Xullas. Balki bekim oldim hozir iloji yo'qligida shunaqa kulgim kelyapti. Hozir mashina ichidaman. Tonirovka qilingan xullas ko'rinmaydi menimcha. Mana bilmayman kim bo'ladi, tanimadim akalarni. Menimcha ular ham menga o'xshab kirib olib, kofe mofi ichib o'tirish. Men ham hozir borib kofe mofi damlab, o'zimcha takoy. Blogerda yo'q ama endi. Men vashi hali ham hayajondaman. O'tda ham hayajondaman. Borki, hatto hamma blogerlar videoga olib, og'dan bog'dan 4 ta 5 ta vashi mobilograflar bilan yana shetda. O bratanlar faqat yegani kirishgan shekilli. Bosishyapti, gap yo'q. Xullas, men endi o'zimcha olib maytda o'tirib yeyman, o'qadi. Kayf qilyapman borki. Bular birov tanimaydi. Hozir bitta blogerlar to'pdan 12 volt Faronadagi. Ana koreyskiy bloger bor-ku, bratanni bir marta ko'rdim. Do'stlar, xotin aytdi, Koreyadan bir narsa olib kelib sotar ekan degan. O'shanda ko'rib qoldim. Endi to'g'risi nimaga o'tirib oldim? Ovozimni ko'tarib ijolanyapman. Tashqarida cho'chiganim uchun. Vashi prikol bo'lyapti-da, balki. Ammo C16 ham atak zo'r mashina. Men endi birinchi marta chiqib o'tirishim. Qulay, o'ta ham qulay, ya'ni Abduf Abagrev undan tashqari. Dego'rlar, Abduf Abagrev Berlin anaqa portlar hamma yo'q o'rnida mazaqli haydashlar bo'ladi. Haydovchi uchun ham qulaylik bor. Passajirlar uchun ham qulaylik joyida. Next hozir boramiz, ko'p ichamiz, maza qilib. Mana yengil перекусga ham narsa tayyorlab qo'yishgan. Shunaqa gaplar. Xullas, men kofeni oldim. Mana akalar bilan gaplashdim, blogerlar bilan. Hamma o'sha aytib o'tyapti. Mani bratamni biladiganlar bor. Shuning ana 12 voltdagi bratam bor, o'shani o'zi. Gaplashib turibmiz. Bratan o'ta ham nima desam bo'ladi? Spokойный, o'ta поняткали bola ekan, unaqa. Aytor M50 dami? Da, M50. Xullas, ketdik endi. Borib Aytoni tomosha qilishga. Xullas, Ayto hozirgi paytdagi Xitoydagi premium segmentga aylanib bo'ldi. Bunday turishidan GLS 600 ni beryapti, marhamat. Shuning uchun yana bitta ochilish bo'ldi. Dahshat. Xullas, jahon ishlayapti-da. Narxiga kelgan bo'lsak, 1 milliard 78 ming. 1 milliard 78 ming. Men bilmasdim, 3-4 ta bratam bor ekan, mana shu 100 talik. Mendan ham battar aylangan ekan. Просто yegani kirganlar. Bunisi rashid. Aytor M9. O'zimcha aytib qo'yibman. Leitmotorda ekosistemasi bilan ishga elektrosistemani полностью Huawei qilib beradi deb o'ylayman. Yuricha bo'lgan qaraydi. Adashgandim ekanman. Aytonikini полный Huawei qilib beradi. Leitmotorda o'zining sistemasi bor, ya'ni o'zlarinikini sotishadi ular. Ularda faqatgina Aytoda faqatgina Huawei'dan olishadi. Huawei qilib beradi. Aksiyalar bor ulardan birgalikda
O'shaning uchun qabul qilgan. Men ketaman. Maza qilyapman. Bu dahshatli mashinalar. Ana rangi ham zo'r ekan. 21 lik Pirelli P0 shinalar o'zi ham ancha qimmat turadi. Shunga qimmat ko'rishinglar mumkin. Qaranglar. Qochib yuribman hammasi. Ish qilib chaqirib olishmasin degan maqsadda. Chaqirib olsa farqi yo'q. Shunaqa gaplar. Kimga yoqayapti? Aytgan bitta shunaqa narsa qilib qo'yishmi? Kimga yoqayapti, kimga yoqmayapti aytinglar. Mana yurachasiga yomon maza qildim. Tak, Aitoga ham kirib chiqdim. Bu Aitoni agar kim bilsa servis qilib ham sotishdi bizda, ya'ni har xil bozorga har xil nom bilan kirib kelishdi bular. Bu Xitoyda o'sha premialni mashinasiga aylanib bo'lgan hozirgi paytda. Endi aytishim mumkin, hozir bu biz O'zbekistonda qanaqa sotiladi? Narxini ko'rgan bo'lsanglar 1 milliarddan ketdi. Arzonroq ham bor ekan. Endi uni yangisini olgandan ko'ra biznikilar bilasizlar ko'proq baribir. Hech arzonroq bo'lsa ham qo'ldan bir 5-6 ming yurganini olishaveradi. Xullas, nima demoqchiman? Akalar bilan ko'rishdim, tanishdim. Hammalarini ko'rib oldim, akkauntlarini kimdir qaysidir akkaunt ishlatishini bilib oldim. 12 o'rta akani ismini bilib, hozir shu mashinasini kutyapman. Mana shu mashinasiga o'tirib, minib, keyin ketaman. Xullas, qaradim cho'ta akalar bo'shashmayapti. Hozir shunda mashinaga chiqaman, ketaman mana shu. Xullas, kim ko'rdi, kim ko'rmadi bilmayman. Atak maza qildim. Blogerlar bilan tanishdim. Mazza qilsa bo'ladigan joy ekan. Endi bunaqa joylarga ko'proq kelib turish kerak. Xullas, videoni ko'rganlar uchun hammaga rahmat. Baqa o'zi haqiqatdan taklif qilinmagan hech qanaqa. Prosta keldim. Blogerlar tomosha qilib ketdi. Videoni ko'rganlar uchun rahmat. Videoni tanishlarga jo'natib qo'yinglar. O'zinglar bilasizlar. Qo'llab turishingiz chiqmas.